Assalomu alaykum. Nabjon Nurmatov Live kanaliga xush kelibsiz. Srochno arpa sotiladi. Kolxozobod yangi turmush kolxozi Chikalov degan joyda. Bizning kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar iltimos. Yangilikni qo'yib boshqalarga harakat qilyapman. Bugun 28-may kuni mesni arpa 3 so'mi 20 dirham. Mana Ravoy katta kombaydan chiqqan toza arpa. Hech javonda qolgan yo'q, hali javon bo'lgan yo'q, quritilgan, toza mushaklangan tayyor arpa. Kelasiz, pastdagi nomerlarga telefon qiling, bemalol olib ketishingiz mumkin. Mana bu yerda 4 tonna arpa bor. Bu yerda yarmi narx garajda ekan. Mana Nabjon Nurmatov Live kanalining ashuna arpalar sizlar uchun inshaalloh doimo yangilikni qo'yib boshqa harakat qilyapman. Sizlar faqat shu podeshkada bo'linglar, chiroyli kommentariy yozinglar. Sizlar uchun qayerdan kuzatayotgan bo'lsangiz, otga, mayda molga, qo'y, echkilarga juda yaxshi narsa arpalardan. Mesni arpa o'zimizning Kolxozobodda bo'lgan dehqonlarga ham katta rahmat. Shu kishilar ham shunday yetkirib, xalqqa mahsulotlar yetkirib beraversa, inshaalloh hamma tarafda bizga arzon bo'ladi. Shuning uchun doimo kuzatinglar, harakat qilaman sizlarga yangi narsalarni qo'yib boshqa yangilik dehqonchiliklarni. Shuning uchun sizlar to'liq qo'llab-quvvatlasangiz inshaalloh bo'lib turadi. O'sha yerda mushaklangan tayyor har bir mushakka endi necha kilodan ketadimi bilmayman. 40 kilo ketadimi, 35 kilo ketadimi, 45 kilo ketadimi, 30 kilo ketadimi, lekin bilmayman. Shuning uchun keling, pastdagi nomerlarga telefon qiling, narxlar to'g'ri kelsa inshaalloh 3 so'm 20 dirhamdan savdo qilasiz, olib ketasiz. Endi sizlar aytmoqchimanki, sizlarga bir foydam tegsin, shunday narsalar sizlarga chiqarib beryapman. Ya'ni sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.